Bugun Sinchaqdan sizlarga ilm-fanda aytilgan qisqacha farazlarni olib keldik. Yer shari mavjud bo'lib turg'ili 4 milliard 600 million yil bo'ldi. Ammo hayotliq 3 milliard 800 million yil burunla barliq kelgan. Xotirlarga asoslanganda insonlarning yer sharidagi faoliyat iznolari 2000 yilga yetmaydi. Buning bilan nurg'un kishilar insonlar paydo bo'lishidan ilgari nasl qurib ketgan tarixdan burungi boshqa madaniyatlarning mavjudligidan gumonlandi. Bo'libmi tarixdan burungi ba'zi madaniyat faktlarning bayqalishi ko'pchilikni yer sharida ilgari ko'p qatam madaniyat barliq kelganligiga texim ishondirdi. Mayalarning oldin aytib ko'rishicha yer shari 5 quyosh davridan boshdan kechirgan bo'lib, har bir davr oxirlashganda kishini hayron qoldiradigan baloy ofat bilan oxirlashadi ekan. Birinchi quyosh davri, Gindiya madaniyati. Buningdan 960 ming yildan 730 ming yilgacha bo'lgan araliqda Gindiya madaniyati barliq kelgan bo'lib, u aql farosatlik jonliqlarning badan shakli ancha egiz emas. Bu davrdagi erlarning eng qiziqarli yeri shuki, 3-ko'zi bor bo'lib, uning ustiga har xil alohida iqtidorga ega ekan. Ammo ayollarda yo'q ekan. Gindiya madaniyatining kalkun odati cho'nquruqni vayron qilib o'tganmish. Ikkinchi quyosh davri, Mesopotamya madaniyati buningdan 200 ming yillar ilgirki vaqtdan 50 ming yillar ilgirki vaqtlargacha asosliqi yemak-ichmak madaniyati asos qilgan Mesopotamya madaniyati barliq kelgan bo'lib, Mesopotamya madaniyatining yo'qolishi bo'lsa, yer oqida o'zgarish bo'lib, yil bo'yi qilin qor yoqqanlikdan ziroatlarning o'sishi mumkin bo'lmay, ko'p qism kishilar ochlikdan o'lib, madaniyatning yo'qolishini keltirib chiqargan. Uchinchi quyosh davri Moriya madaniyati. Buningdan 28 ming yildan 15 ming yil ilgari bu yo'riqlik energiyasidan foydalanishga mohir bir madaniyat edi. Bu davrdagi jonliqlar g'oyat zo'r quyosh nuri energiyasidan to'k chiqarish qurilmasi orqali uy ichidagi yo'riqlik manbasiga paroqlikni shiltadigan energiya manbasiga aylantirgan. Bu madaniyatning yo'qolishi bo'lsa, Ramu madaniyatidagi g'oyat zo'r zamonaviy markaziy shahar bo'lg'achqa, cho'nquruqlikda yadro urushi yuz berib, cho'nquruqlikning cho'kib ketishini keltirib chiqargan. To'rtinchi quyosh davri Atlantis madaniyati. Buningdan 16 ming yildan 10 ming yillar ilgari Atlantis madaniyati dal hozirgi zamon madaniyatidan burungi madaniyat bo'lib, hozirgi Atlantik okeanda Bermuda dengiz rayonini markaz qilgan Atlantis cho'ng quruqliqida yuqori darajalik madaniyat mavjud bo'lib, ular fan texnikaga pishiq, eng muvaffaqiyatli bo'lgan fan texnika ilmi orqali energiya sistemasi, magnitlik pishtishdan moyillik bilan foydalangan. Afsuslanarli yeri, lekin ma'lum qatimliq ilmiy tajribada zo'r voqea yuz berib, cho'ng quruqliqning dengizga cho'kib ketishini keltirib chiqargan. Undaqda siz 5-chi madaniyatning qaysi ekanligini bila oldingizmi? 5-chi quyosh davri bo'lsa, dal hozirgi insonlar madaniyati. Yoqtirgan